syomka qilyapsizlarmi? Bitta zo'r mavzuyim bor edi. Savol bermoqchi edim senga qara. Erkak kishiga 3 ta narsa yo omadli yo omadsiz kelar ekanda. Bittasi uy ekan, ikkinchisi mashina ekan. Yo omad olib keladi, yo omadsizlik olib keladi. Omad olib kelsa xo'p, mayli, nima. Olib kelmasa sotasan, yo almashtirasan, qutulasan-da. Lekin uchinchisi muammoli ekan, xotin. Xotin ham yo omadli keladi, yo omadsizlik. Bizda bor, shum qadam deydi, kelinni so'kib. Bu bor ekanda, yo kelar ekan yoki baxt olib kelar ekan. Bu variantni bor ekan. Ikkitasini sotib qutularsan, almashtirish. Uchinchisida nima qilasan? Xotin masalan omadsiz kelib qolsa, sabr qiladi. Nimaga sabr? Ajri bo'ladi. Bo'ldi, rostdan shunaqa. Yechim bo'lish kerak bari. Faqat sabrda bo'lmasa kerak gap. Qanaqadir yechimi bo'lish kerak-da shuni. Qanaqa bo'lsa? Shuni so'rash kerak. Almashtirasizmi uni ham? Endi bilmayman endi. Вот именно almashtirishga ruxsat bo'lmasa kerak-a? Bitta shu temani. Almashtirib olmasam ham endi bilmayman bir o'ylab ko'rarsam bir yo'li bor. Ko'rasan-da. Juda bo'lsa yangisini olish kerak ekanmi? Shuni ham qo'yib olinglar savol qilib anaqa. Registraringga. Ha, bo'ldi, qo'yamiz qani ular yozishnincha nima qilish kerak ekan? Shu narsa bor ekan, rostdan ham 3 ta narsa erkak kishiga omad yoki omadsizlik olib kelishi mumkin. Birinchisi uy-joy, ikkinchisi mashina, uchinchisi ayoli, turmushi. To'rtinchisi ham bor ekan, ism deydi. Endi biz ungacha qaramasak ham, lekin ism ham bor ekan. Ism ham bo'lishi mumkin to'rtinchisi sifatida, lekin 3tasi aniqroq. Lekin ism ham to'g'ri. Biz amal qilib turgan dinimizda bor ekan ular. Dinda anaqasida bor ekan shunaqa narsa. Shunaqa qarash bor ekan. Shunda. Agar ikkita narsa omadsiz kelsa, xo'p ekan. Ayol kishi omadsiz kelgan bo'lsa nima qilish kerak ekan? Sizlarning fikringiz qanaqa? Yozyapsizlarmi hali? Mayli, yozavering.